Bugun Label kursimizni 6 darsini boshlaymiz. 6 darsimizda konversiya qiladigan va ishontiradigan so'zlarni o'rganamiz. Eski darslarimizda sizlar turli tillarni integratsiya qilishni o'rgandingiz. Lekin unutmanglar, eng chiroyli sayt ham agar uni so'zlari yaxshi foydalanuvchini jalb qiladigan bo'lmasa, u sayt o'z vazifasini bajara olmaydi. Bu darsda sizlar veb-sayt copywritingini chuqurroq o'rganasiz. Lovable qaysi matnlarni avtomatik boshqara oladi, qachon AI yozish tool'laridan foydalanish kerak va qanday qilib haqiqatdan ham konversiya qiladigan xabarlar yozish mumkinligini bilib olasiz. E'tibor talab qiladigan copy. Quyidagi bo'limlar foydalanuvchini harakat qilish-qilmasligiga bevosita ta'sir qiladi. Bulardan hero sarlavha, about sahifasi, xizmat yoki mahsulotlar tavsiflari, call to action, mijozlarning fikrlari bo'limini qanday taqdim etilishi kabi bo'limlar kiradi. Agar shu joylarga sizlar ko'proq yozishga kuch sarflasanglar, natija maksimal bo'ladi. Davom etsak, hero bo'limi formasi. Hero bo'limi bu birinchi taassurot bo'ladi. Bu 3 ta asosiy elementdan iborat bo'lishi kerak. Aniq sarlavha, foyda ko'rsatuvchi pastki matn, ishontiruvchi CTA. Bunda sarlavhangiz nima qilishingizni bildiradi, tashrif buyuruvchi qanday natija olishini tushuntiradi. Agar foydalanuvchini foydasini ko'proq so'zlarda ifoda etsanglar, u sizning saytingizga qiziqishi ancha ortadi. Bu formula barcha sohalarda samarali ishlaydi. Samarali CTA yozish. Call to action matni aniq va harakatga undovchi bo'lishi kerak. Foydalanuvchiga keyingi qadam nima ekanini va bu qadam unga qanday foyda berishini ochiq ayting. Misol uchun, bu tugmani bosing yoki qabul qilish kabi umumiy iboralar o'rniga aniq foydani ko'rsatadigan CTAlardan foydalaning. Bepul taklifingizni oling, bugun qurishni boshlang, qo'llanmani yuklab oling. Qisqa so'zlarni o'rniga ishontiradigan so'zlar yozishni tavsiya qilaman. Copy yozish uchun ChatGPTdan foydalanish. ChatGPTga biznesingizni, maqsadli auditoriyangizni va maqsadlaringiz haqida kontekst bering. Prompt qanchalik aniq bo'lsa, natija shunchalik yaxshi bo'ladi. Bu yerda har doimgidek mashqlar bor. Dars tugatgandan so'ng bu mashqlarni albatta ishlab chiqing. Sotadigan xizmat tavsiflari kerak bo'lsa, faqat funksiyalarga qaratilgan tavsiflar foydalanuvchini zeriktiradi. Ularni foydasini ko'rsatib beradigan so'zlar ishlatishingiz kerak. Shunchaki nima qilishingizni aytmang. Mijozlar bundan nima foyda qilishini, yutishini tushuntiring. Copyni labelga integratsiya qilish. ChatGPTda sayqallangan matnni tayyorlab bo'lgach, uni labelga kiritish juda oson. Qaysi bo'lim yangilanishi aniq ko'rsatadigan promptlardan foydalaning. Dizayn va uslubni label hal qiladi. So'zlarni esa siz berasiz. So'zlar plus dizayn sizga muvaffaqiyat kalitini beradi. Xulosaga kelsak, label funksional placeholder matnlarni yaratadi. Navigatsiya nomlari va umumiy tugma matnlari uchun yetarli. Bu so'zlarni esa ishontiruvchi so'zlar bilan siz almashtirasiz. O'z kasbingiz va yo'nalishingizga to'g'ri keladigan yo'nalishlarda. Hero sarlavha, xizmat tavsiflari, CTA bloklari kabi muhim bo'limlarga maxsus copy yozish kerak. ChatGPT kabi AI vositalari brend ovoziga mos matnlar yaratishda juda samarali hisoblanadi. Hamma kasblarda ishlaydigan forma ko'rib chiqamiz. Hero bo'lim formasi, aniq sarlavha. Aniq sarlavha bor. Foyda ko'rsatuvchi pastki matn. Foyda ko'rsatuvchi pastki matn bor. Ishontiruvchi CTA keyingi aniq qadamni ko'rsatadi. Mana bu CTA bo'ladi. CTA ni hozir o'zgartirib ko'ramiz. Adashmasam, bu yerga prompt yozib o'zgartirish kerak. Biz bilan tezroq foydaga chiqing. Foydalanuvchi foydasini ko'rsatib berish uchun to'g'ri yozsak bo'lar ekan. Biz bilan tezroq foydaga chiqing. Bog'laning so'zini o'rniga biz yozgan so'z ancha ishonchliroq va foydalanuvchini jalb qiladigan so'z. Ko'rib turganingizdek, biz so'zlarni o'zgartirishni va foydalanuvchini jalb qiluvchi so'zlar ishlatishni o'rgandik.
Keyingi darslarda ko'rishguncha bugungi darsimiz tamom.